Messi bilan o'ynaganda, albatta, unga qarshi himoyalanish oson emasdi. Chunki u soxta to'qqizlik rolida harakat qilardi. Bu soxta to'qqizlik haqida juda ko'p gapirilgan. Masalan, Xavi to'p olish uchun orqaroqqa tushib kelardi. Men Xaviga pressing qilgani chiqqanimda, aynan o'sha bo'sh hudud paydo bo'lardi. Shu paytda Messi 9-raqam pozitsiyasidan chiqib, orqamdan aynan o'sha joyga kirib kelardi. Natijada ular menga qarshi 2 kishi bo'lib qolishardi. Keyin Ramos Messini pressing qilish uchun oldinga chiqardi va shu bilan yana katta bo'shliq ochilib ketardi. Messi to'pni olgach, uni Villa yo Pedroga aynan o'sha bo'sh zonaga uzatib yuborardi. Keyinchalik bu vaziyatni yaxshiroq nazorat qila boshladik. O'shanda Ramos menga Xavi Messi kelyapti deb aytardi. Men endi Xaviga pressing qilmasdan Messiga yaqinroq turardim. Ular to'pni ko'proq nazorat qilishardi, lekin unchalik xavfli bo'la olishmasdi. Aynan shu vaziyatni biroz yaxshiroq boshqara olganimizda, biz ularga qarshi raqobatlashgancha yaqinlashgandik.